Siz boqingizmi? Navoiyda erkak qum bosishi oqibatida vafot etdi. 7-avgust kuni Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida baxtsiz hodisa yuz bergan. Tumanning Alisher Navoiy mahallasi hududida Sifat Plus qurilish MCJda yollanma ishchi bo'lib ishlayotgan 1967-yilda tug'ilgan fuqaro yer ostidan o'tgan eski quvurlarni ta'mirlash vaqtida qum bosishi oqibatida halok bo'lgan. Bu haqida Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lum qildi. Unga ko'ra, fuqaro quvur ta'mirlayotgan paytda yer o'pirilishi va qum bosishi oqibatida voqea joyida vafot etgan. Marhumning oilali ekani va 4 nafar farzandi borligi qayd etilgan. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari davom etmoqda. Siz boqingizmi? Mana bu futbol bilan pulni beraman sizga. Bor. Şey biz de 10 kez futbol magazinde oynayacağız.